ishonsiz. Bashoratlaringiz to'g'ri chiqadi. Qo'rqib ketaman, marojnaga aloqasi bormi deb. Suv siz suv teskari oqadi rostdan ham. Birinchi soat aytish kerak bo'lgan gaplarni sekin aytyapsiz. Yaxshi hol boshqa narsalar ham aytoladi bor-ku. Devor bo'lmasa ko'chani ko'rasiz-da. Biraz ochiq tursa, pardasi ochiq. Ha. Voy deydi yana, voyga. Voy bilan. Dirdiyu. Qisqasi Shu qisqasi emas menimcha. yo'q, anu gapirgan gapingiz esimga tushdi hozir yana. Esizdami 2 hafta oldin. O'zaro o'yinda Arsenal yutqizganda, mana shu ta'sir qiladi, tamom dedilar. Qo'shilmadik. Mana ahvol. Markaz sektorda ham qo'shilish bo'ldi. Hozir ham qo'shilmaydi. Qanaqa qo'shilmaysiz? Qo'shiltirib qo'ydik unaqa. Hozir 6 ochkomi farq. O'zaro o'yin bor. O'zaro o'yin bor. O'zaro o'yin birinchi. O'zaro baribir. Keyin Byornli baribir favorit Arsenal. 19-aprelmi o'zaro o'yin? Ha, keyingi hafta. Keyingi hafta o'zaro o'yin. Yo'q, shu hafta yakshanba kuni. Kelayotgan tur. Ha, kelayotgan tur o'zaro o'yin. Endi har ikki jamoada anaqa Sporting bilan javob o'yini bordi. Ha, orada javob o'yini bor. Cityda Chempionlar Ligasi yo'q. Yo'q. Ikkalasida ochkolar yo'qotilgani bo'yicha tenglik hozir. Ikkalasi qolgan hamma o'yinni yutsa bir xil ochko jamg'aradi. Lekin Cityning raqiblari qiyinroq. Ha, Cityda og'irroq taqva, nisbatan. Lekin Bournemouth mazida jamoa. Bournemouthga uyda yutqizdi. Hali Bournemouth. Xayrliki, Bournemouthda City hozir birinchidan Arsenal o'zi imkoniyat berdi, qaltirashga, boshqa qilishga. Endi chempionlik uchun kurashayotgan jamoa Bournemouthga yutqizmaydi uyida. Xayrliki. Hech o'yin qila olmaydi boshqa. Bournemouth top 5 ta yutqizmagan jamoa. Eng katta seriya, eng uzoq seriya. Manchester City oxirgi 4 dan 5 ta o'yinda Liverpool, Chelsea, Arsenalni 12-0 mi 9-0 ga yutibdi. Ha. Har xil turnirda-da. Mayli. Masalan, kubokda lekin juda ko'p gollarni ikkinchi bo'limda urgan. Arsenalga 2 ta urdi, Chelseaga 3 ta urdi. Va juda ko'p gollarni ikkinchi bo'limda urgan. Oldin unaqa emas. Oldin teskarisi edi. Ikkinchi bo'limda rosa ko'p o'tkazib yubordi. Baribir Abduqodir Husanov bitta o'zi himoyada turgani yaxshi bo'ldi. Lekin APLning o'zini olsangiz, so'nggi 5 turda ham umuman Arsenal yaxshi. Citydan ham boshqa jamoa. Arsenal yaxshi emas. Bournemouth oxirgi Arsenaldan o'zaro 4 ta o'yin 3 tasini yutibdi. Tomiriga tushib oldi deydi-yu. 2 yilda. Iraola. Ispaniyalik ekan. 2 yilda bu. Ya, o'zini do'sti, Artetani o'rtog'i bu. Juda Bask. 5 qo'ldek biladi. Iraola ko'chadan kelgan bir haligidagi murabbiy emas. O'zi yaxshi murabbiy Andoni Iraola. Hozir aytganimdek, Bournemouthda Bavariyada ham yo'q seriyasi bor hozir. Mayli, u qo'ying, Bournemouth boshqalar hal qilmaydi baribir. O'zaro o'yin hal qiladi. O'zaro o'yinda agar Arsenal yutqazsa, juda qiyin bo'ladi chempionlik, lekin baribir hozir mening nazdimda mana shu bugun hozir shu daqiqalarda chempionlik uchun favorit Arsenal. Durang ham hatto Arsenal foydasiga bo'ladi agar yutqiz anaqa ko'proq ochko yo'qotadi City. Citymi? Nechta tur qoldi? 32-turmi? Nechta tur qoldi shunda? Yo'q, 6 ta. 6 ta. 6 ta turda men o'ylayapman 6 ta emas, 8 ta tur bor menimcha. 38 bo'ladi, bobur 6 tada. Cityda 6 ta o'yinida, Arsenalda 8 ta o'yinida adashmasam. Zaxira o'yin bor. Byornli bilan o'yini bor zaxira. Men Byornli bilan-da. Xullas Arsenalning ham juda oson emas. Fulham bilan o'ynaydi. 7 ta ekan. Newcastle bilan bor qali o'yini. Arsenalda 6 ta, Cityda 7 ta o'yin. Cityga nisbatan yengilroq-da. Lekin Newcastle bilan ikkala o'zaro o'yin juda ko'p narsani hal qiladi. O'zaro durang qolsa Arsenallik. Lekin yutqizib qo'ysa pishdi. Lekin boshqa o'yinlar ham bor-da. Angliyada bilib olmaydigan boshqa o'yinlar bor. Bu masalada tajribasi bor-da, Guardiola. Biladi, buni hududida mana kirdi endi. Hani bilmaydi bu joyda nima. Yo, jim keldi. Har yili aprelda shunaqa ekan, bilasizmi? 33% g'alaba. Aprel tugaydi, may keladi, xudo. Mayda pishgan bo'ladi, ammo lekin o'zaro o'yin aprelda. Yo, 33% yutgan ekanda, o'tgan yilda ham bor-ku aprelda. G'alabalar. Yo'q, o'tgan yil aynan FIFA kunlaridan keyin City oxirigacha hech kimga yutqazmagan. 11 talikmi g'alabali seriyada. Abduqodirni o'ynatmagan. Kecha bu yil FIFA kunlariga to'g'ri keldi. Mana shu qoqilish Arsenal. Abduqodirni o'ynatmaganimda City oxirida zo'r o'ynagan. Juda qo'shgan anaqa qilgan. Hattoki Chempionlar Ligasi tushishi savol ostida qoldi-yu. Shu 3 oldi keyin. Keyin 3 oldi.
Bu yil ham to'g'ri hozir zo'r o'ynayapti. Ayniqsa Abduqodir uchun alohida xursandmiz. Abduqodir haqiqatdan ham hozir keyin hozir ko'proq paslari kiryapti. O'sha qiziq. Paslar Oldin mana o'sha tepardi. Zarba bera boshladi. O'tgan safar aytdim-ku, hujumda umuman ishtirok etmaydi deb. Hozir eshitdi. juda mana kechagi o'yinning o'zida mana Cityning o'zi bugun kanalimga qo'ydim ham, Cityning o'zi kesib haydab qildi. Aynan hujumlar boshlagan. Markaziy himoyachi uchun 5 ta 6 ta hujumni boshlagan va anaqaning golida bor-ku, Dokuning golida. Aynan Abduqodir boshlab bergan hujum. To'g'ri, u yerda uzilish bo'ldi, keyin Chelseaning futbolchisi xato ham qildi, lekin o'sha hujumni o'sha hujumni Abduqodir boshlab bergan va deyarli maydon markazidan ham o'tibroq pas bergan hujumchiga. Ya'ni har xil o'yin bo'ladi. Bu o'yinda imkon bo'ldi shunaqaga. Erkinroq harakat qilishga. Birinchi taymni ko'rsanglik, bu kecha ko'rgan bo'lsanglar, Chelsea 3-0 yutqazadigan emas. Unaqa emas edi-da, ya. 30-daqiqagacha City bironta vaziyat yo'q. Chelsea o'zi juda ko'p o'yinlarda shunaqa. Koreyalarning o'zi necha marta vaziyat yaratdi-da. Gol urdi. Abduqodir asosiy ishni qilayotgandi birinchi taymda. Abduqodir Chelsea bilan kirib keluvdi. Esingizda bo'lsa. O'sha tahlikali o'yinda. Chelsea bilan to'g'riladi. Kecha Chelsea ketdi deysizmi o'ylab. Yo'q, mana Arsenal bilan kubok oldi. Arsenal bilan o'ynab va Arsenal bilan o'zaro o'yinda chempionligiga dadil qadam tashlashi mumkin. Arteta dog'dir ekan baribir. Besh ketmadi. Bizga Arsenal ham City ham bir teng. Arteta. Keyingi davrida. Anrilarning ham davri emas-da. Anrilarning davri emas, keyingisi aynan o'ziga o'xshaydi. Fabregaslar payti edi. Ishlarsiz yutmagan. Dahshat futbolchilar bor, ishlarsiz. Wilshere, Fabregas, Walcott. Unaqalarchi, u ham bor edi. Chexiyalik juda yoqardi menga. Rasitskiymi? Rasitskilar. O'shalar payti edi, Zo'r futbolchilar, hammasi ajoyib futbolchilar. Adiba yor bor edi. Lekin hech narsa yutmagan. Yaxshi jamoa edi, Wenger bolalari. Lekin hech narsa yutmagan aslida. Anaqachi Reis bor edi, Ispaniyalik. U ham ajoyib futbolchi. Marhum Reis. O'tib ketgan. O'tib ketdi. Bizda ham ancha bo'ldi. Reis o'tib ketgan. Aviahalokat bo'lib o'lib ketdi shekilli, Reis. Reis o'sha paytda. Ancha bo'ldi-da, bir necha yil bo'ldi-da, Reis. Bizda ham Xurshid Avilovni qazon. Hozir futbolchi komada bo'lgan. Juda yosh. Xudo rahmat qilsin. Avariya bo'libdimi? Yaqinlariga Alloh sabr bersin. Komada bir haftam bo'lgan. Andijonda o'ynagan, boshqa keyin Navbahorda ham o'ynagan ekan. Terma jamoa, yoshlar terma jamoasida qorda gol urgandi. Shu Arsenalda endi baribir o'sha, lekin shu tarkib agar bir chempion bo'lsa, endi o'ylayman. Endi bu ham nasafda bir gapda. Bo'lsa deymiz. Hozir Arteta mana shu sportingga nima berib yuborish kerak u. Ichkarini o'ylab, o'tgan yilgi Interga o'xshab qolmasa bo'ldi. Hamma shunaqa, hamma o'tgan yil Inter hamma joyda da'vogar, lekin oxir-oqibat hech narsa qolmadi. Lekin Inter qo'rqmaydi, keyingi yil mana 9 ochko bilan oldinda-da, Dovdir Milandan, Ahmo Napolidan Turenga o'tirdi. Milan. Milan o'zi boshida gapirib yurdi ana. Amaki bor-ku. Men bizni to'rttalik kurashyapmiz. To'rttalik xavfli bo'lib qoldi, bilasizmi? To'rtlikdan Komo agar yutganda kecha dabdalasi chiqardi. Yo'q. 35 ta o'yin shunaqa o'ynab turibsan. Nimaga 4 ta himoyachilik o'yinga o'ynaysan? Esing joyidami sani? Hop, bitta odam etdi senga, 2 ta odam etdi, 4lik himoyachini o'ynatganda. 5 himoyachi bilan o'ynab natijaga erishib turibsan. Mayli 1-0 bo'lsin, 1-1 bo'lsin, 2-1 bo'lsin, mayli, natija bor. Ozgina pul tushib bor-ku o'shani. Ijara berib qo'ygan kvartiring bor, $200 tushib turadigan. Hop. Nima qilasan 4lik hujumga o'tib? Himoyaga. Toshkent Citydan uyomoqchi bo'lib, nima qilasan? Chap tomon umuman varray bo'lib ketdi koridor. Pulishich bilan Leo nima qilishini bilmaydi. Bunaqa sxemada o'ynab ko'rmagan bolalarmi, bilmayman. Milan umuman g'alati, o'zini uyida ham Udinezega yutqazadi. 3-0 ga ya. Birinchi taym o'zi 2-0. Yo, buzish mumkin bo'lgan hamma narsani qildi shu kuni Allegi. Yo, hozir turnir jadvaliga qarang, Juventus bitta yutsa tenglashib oladi. Milan to'rlikdan chiqib ketadi Milan bu ketishda. Komo, yaxshi ham Komo sal anaqa tajribasi kamroq. Yutqizib qo'ydi kecha. 4 XG qilgan deyarli 3 turda. Unda 0.88. Oyoqlarni tiqib turam urib tashladi, gol urib ketdi. Zo'r o'yin bo'libdi lekin. Zo'r o'yin bo'ldi. Yozdingiz-ku chempionga xos bunaqa o'yinlarni tortib olish deb. Endi Komo'ni o'zi shunaqa quvnoq jamoa.
Arsenal ham mana shunaqa o'ynardi bir Shu paytlar. hech Arteta narsasiz ketsa qolardi. o'rniga Fabregas kelishi mumkin deyishyapti. Yana xuddi shu bo'ladi Arsenalda. U ham hech narsa yutmagan. U ham Arsenalda shunaqa zo'r jab paytida o'ynagan yigit. Lekin Artetani ketqizish noto'g'ri bo'ladi. Ha. Yo'q, ketmaydi hech qayerga. Yo, endi bir APL yutadi. natija yutmay qolsa mo'g'ri. Yutsa kan albatta ketmaydi. Lekin yutmasa borku, 2 yil qatorasiga yarim finalga chiqqan Chempionlar Ligasida endi jamoa. Hozir ham ko'p ehtimol chiqadi. Ha, Chempionlar Ligasi mayli, chempionatida ham har doim oxirigacha kurashadigan u degradatsiya emas-da jamoa. Yo'q, Inqiroz emas. aslo. Lekin qiziq. Inqiroz emas, lekin nima qamashdimmi? Nima ketkizmasligi kerak? Nima quvmasligi kerak? Bo'lmaydi deb turasiz. Qarab turib qayda borgisiz kerak? oxirgi dekadani to'g'rilab olish kerak mana shu Arteta. Oxirgisini. Xo'p, Borussiya APL Bayerdan yutqizdi. Bavariyan deyarli chempion qildi. Bular o'zi chempion qiladi-yu. Fransiyada ham shu ahvol deyarli. Lille Lyonni yutadi, Lyon Marseille yutadi, Marseille keyin yana kimdir yutadi. Oxir PSG chempion bo'ladi. Inter ahvolini ko'rib turib, Milan ahvolini, Juventus ham bo'ladi. Kurashmasa ham chempion. Ha, Inter o'zi shundoq ham bo'ldi. Ispaniyachi Ispaniya shunaqa. Hal bo'ldi. bo'ldimi? Sizlar ham shunaqa deb o'ylaysizlarmi? Ispaniya endi Italiyanikidan aniqroq bo'ldi. Aniq, tiniq, ravshan. Xo'p, Real bo'ldimi? Bo'ladigani bo'ldimi? Chempionlar Ligasini boy beryapti deyarli. Chempionlar Ligasida hozir javob o'yinida Barselonadan imkoniyat yaxshiroq.